İstanbul'daki Uyghurlar ve Harvardning dokturi. Aptori, ئابدۇۋەلى Ayup. Pakistanlık Harvard dokturi Tazin Hüseyin Hanım İstanbul'da Uyghur hakkında izlenip qaytib keldi. Söhbetimiz onun Uyghur səfiri başlanışdan burunlu başlanğan bulup, onunğa Uyghur vəziyyəti, Türkiyədəki Uyghur misafirlərə yardım beriş məsələsi, Uyghur balalar və ayallarning mushaqqatli hayatı haqqında sözləb bergan edim. Tazin İstanbulda bir mezgil yaşab, Uyghur hayatının her qaysi sahnelərdə ziyaretdə boldu. Bu jarayonda o meningdan anglamagan, ammo jamoatchilik inkas qilgan ikki narsani bayqabdi. Biri İstanbulda dini ve siyasi sahnada faaliyet qiladigan qarindoshlarimiz meni mustaqillikqa qarshi deb ayiblaydi ekan. Yana biri meni dinga qarshi deb norozi ekan. Men bularni anglab, o'ylanib qoldim. Hozirgi Uyg'ur hayotida ikki tema eng ko'p munozara qilindi. U bo'lsa din va millat. Ya'ni dindorlik va mustaqillik masalasi. Xo'sh, bir odam bu ikki masalada butunlay qarshi elinmaydigan bir maydonga o'tib qolsa, o'zini tekshirib baqqani afzal. Men Tazin xonimga farzandlarini islomcha tarbiyalash uchun Xitoyning Gansu o'lkasidagi masjidlarda o'qitgan Uyg'ur ota-onalarning kechmishlarini so'zlab berdim. Men 2001-yildan boshlab Lanjoda bir oliy maktabda o'qituvchi bo'lgan edim. Shu chaqda Tungan oblastida bo'lgan Lenshiyada o'qiyotgan Uyg'ur sabiylar bor edi. Men bu balalarning ota-onalari bilan izchil ko'rishib turdim. Qo'limdan kelishicha yordamda bo'ldim. Ba'zi balalar 1 yilda, ba'zi balalar 2-3 yilda Qur'onni tamomlab qori bo'ldi. Ammo balalar qori bo'ldi-yu, Uyg'ur tilida ota-onasi bilan aloqalasha olmas bo'lib qoldi. Men ota-onalarning oldida dada, ona degan so'zdan boshqani Xitoycha so'zlab yurgan bu qori balalarga qarab ichim serilib ketdi. Xitoy bu qadar zulm qilmagan bo'lsa, mushu balalar ona tilda o'qigan bo'lsa degan xiyollarni qildim. Bu masalani yeshalmay, shu ota-onalarni Xitoyga yo'lga solgan ustozning tushuntirib qo'yishini o'tindim. Ustozning javobi aniq ekan. Allah u dunyoda millatingga nima qilding? Qavmingning tilini qadrildingmi deb so'ramaydi ekan. Dindan savol so'roq qilindi ekanmiz. Tazin xonimga bu vaqa bakmi g'alati bilindi bo'g'ay. O ustozning Allohga vakolatchi bo'lishidan gumonlanganligini aytdi. Men Tazin xonimga bu kechmish orqali ona tilni ta'kidlashimning Qur'on yodlashga qarshilik sifatida tushunilgan bo'lish ehtimolligini izohladim. Men yuqorqi ustozning gapini 18 yildan beri farqli eg'izlardan anglab keldim. Men Tazin xonimga o'zimningmi hech bir insonga Allohning oxiratda so'raydigan savolni deb bermaydi deb qaraydiganligimni aytdim. Uyg'urlarning Xitoy zulmi, cheklamasi va bostirishlar sabablik dinda savotsiz qoldirilganligi haqidagi fikrimga Tazin xonim qo'shilmadi.
Onun qarşıca Uyghurlar dini səviyyədə tövən emas ekan. O İstanbulda ölümalar, taliblar və yaş iloyatchilar bilan suhbatda bo'pti. Ularning mo'tadil fikrlarni qilganligidan so'yinibdi. Tazın xanım İstanbulda Uyghurlarning ibodat və qiyofat jihatda Türk jamiyatidan barğancha yiroqlashayotganligini his qildi. Onun qarşıca Uyghurlarning o'zining Qur'on kursi, diniy darsliklari, o'zining masjidi bo'lishi, garchi millatning mavjudligi uchun foydali bo'lsa-mu, ammo ularning Türk jamiyatida put terab turishi, davlatning imkoniyatlaridan bahramon bo'lishi va jamiyat a'zolari bilan tang qadamda mengishi uchun ziyonli ekan. Tazın xanımның Uyghurlar ibadat, kiyinish, yurish-turishda Türkiye jamiyati bilan bir gavdaga aylanishi kerak degan fikrini men o'ylab kelayotgan edim. Men İstanbulda qarindoshlarimizning niqoblangan chiroyi va farqli diniy tushunchasi sababli yaklanish ehtimolligini his qilgan edim. Tazın xanımға o'xshash musofirlik dardida yashab baqqan, muhojiratdagi kishilarga qandoq muomala qilinadiganligini boshdan kechirib baqqan. Bo'libmi bir musulmon ayolning azobini yot elda tetib baqqan kishilarning aytganlarini albatta o'ylashga tegishli edi. Bo'libmi Turkiyadek qonun bo'yicha ish qilish taza umumlashmagan bir jamiyatda Uyg'urlarning ibodat va qiyofatda doim bir farqli uslubda harakat qilishi, ularni osonlik yaklash, cheklash va kamsitish obyektiga aylantirib qo'yishi mumkin edi. Uyg'urlarning musulmonligi bilan Tazın xanım kuzatgan boshqa millatlardagi musulmonlikning qandoq farqlarini his qilganligini so'rdim. U Uyg'urlar musulmonlarning toji bo'lishga munosib dedi. Tazın xanım sal hayajonlanib turib, Uyg'urlar diniy ma'rifdan mahrum qolgan, ammo dinda eng ma'rifatlik. Uyg'urlar e'tiqodi sababli jazolangan, ammo eng taqvodor. Uyg'urlar islom shariati bilan rasmiy yashab baxmagan, ammo amallari eng shariatlik. Uyg'urlar musulmon dunyosining yordamiga erishib baxmagan, ammo musulmonlarga eng saxovatlik va muhabbatlik millat ekan deb bo'lib unsiz turib ketdi. Tazın xanım oxirida ranjimasam bir shaxsiy savol so'raydiganligimni aytdi. Uning balalaringiz biror oyatni bilamdi degan savoliga, ha, ikki qizimga onasi bilan Qur'onning 30-parasidagi oyatlarni o'rgatdik deb javob berdim. Tugadi. 2019 yil 8 avgust.